Bismillah deb bugun sizlar bilan nomaniq esimda yo'q fotozona desak ham bo'ladi, shu narsani yasaymiz. Bu narsani men ancha oldin chet ellik blogerda ko'rgan edim. Erimga ko'rsatib shuni yasab bering desam, hozir meni vaqtim yo'q, ishim ko'p, pulini beraman, sotib oling deydi. Menimcha bu narsani ko'chada sotmasa kerak deb o'zim yasashga kirishdim. Menimcha buni gipsokardon yoki bironta qattiqroq narsadan yasaganda mustahkamroq chiqadi, lekin menda boshqa narsa topolmadim. Birinchi o'rinda korobkadan yasab ko'rdim. Yaxshi ham shu erimning narsalari bo'lakan, rezavali pichoqni ham agar topolmaganimda qaychida qiynalib kesib yurar edim. Lekin orada qo'limni kesib olishga ham uspet qildim. Bir qavat korobka yupqalik qiladi, yotib qoladi deb uni ustiga ikkinchi qavatini ham qilaman desam, korobka yetmadi. Keyin 2 bo'lib bo'lsa ham qilib qo'yaman dedim. Atrofini 50-50 qilib belgilab, keyin bu korobkalarni bir-biriga ulash uchun qarasam, skotchlari bor ekan, hammasini chiqarib oldim. O'zi ham benihoya skotch qilishgan ekan. Shu kilayda oldin olgan edim, korobkalarni yopishtiraman deb bir payt qarasam, oqib ketgan ekan, ozgina qolgan ekan. Shu ham qanday yetib qolsin deb sizdirib yaxshilab yopishtirishga harakat qildim. Bittasini yopishtirib bo'lgandan keyin og'irroq narsani tagiga qo'yib qo'ydim, shtovga yaxshi yopishib qolish uchun. Qarasam soatim 12 dan oshib qolgan ekan, ovqatim ham pishgan edi. Tezda idishga soldimda hovliga olib chiqib berish uchun tayyorgarlik ko'rdim. Birinchi hamma joyni tozalab oldim. Tayyorlamoqchi bo'lgan fotozonamga 2 ta korobka bor edi. 2 tomonidan qilgan edim, lekin 3-chi tomoniga korobka topolmagan edim. Hovliga tushib so'rasam, tomni qarab olaring deyishdi. Qarasam, shunaqangi oq narsa bor ekan. Hali pataloylarga kirgizib qo'yadi-yu, xuddi shunaqa narsa ekan. Как rasmingga kerak narsa edi deb ikkitasini ko'tarib chiqdim-da, changlarni yaxshilab qoqib artib chiqdim. Estikina korobkaga shuncha ketgan mehnatim dedim-u, ha mayli. Ish qilib shu ishim o'xshasa bo'ldi deb tezda o'lchab kesishni boshladim. O'tgan safar buni ishlatib ko'rganimda qaychida ham pichoqda ham uringandim, lekin rosa kesishga qiynalgan edim, lekin oson yo'li bor ekan. Lezvada bir tomonini shunday kesib turib, keyin ikkiga buklasanglar o'zi kesilib ketar ekan. Ham ko'p bo'lgani uchun bitta videoga sig'madi. 3-4 soatdan keyin ikkinchisini ham montaj qilib bo'lib, albatta qo'yaman. Hozir qo'shilib olmasangiz, yo'qotib qo'yishingiz mumkin profilimni.